shoti tut nechi pul ekan? 15 ming so'mdan mana. Mani qulpinoy nima dedingiz? Zabela. Mazasiga men tan berdim ama buni. Yomon shirin ekan. U hali o'zimizni oldingi kichkina qulpinoylar bo'lardi. U nima degan edi? U Dilbarim. Dilbarim. Hammasi ayollar otiga qo'yilgan ekanda qulpinoylar. Ana u sillig'o'riymi? Sillig'o'riylar ham chiqibdi oqo'ri. O'ri nechi pul olyapti endi? 70 ming so'mdan. Hammaga assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy ishqibozlari, yurtdoshlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani o'zimizning qishlog'dan Jija tevaroqda Qulpinoy sayilga chiqdik desak ham bo'laveradi. Xudo xolasa, yoshligimizda masjidlarda o'ynab, yurib katta bo'lganmiz. Bu tarafi Turvat taraf deydi. Bir do'stimiz Qulpinoy aytgan bu yerga sizlarga ilingan holatda Qulpinoyning foydasi qanaqa, eksa qanaqa biznes, qancha daromad qilsa bo'ladi. O'zimiz ham aqlimiz yetavermaydi-yu. Hozirgi kunda mana masjidlarda oldin umuman Qulpinoy ekilmagan. Oxirgi bir 10 yil ichida deyarli mana shunaqasiga baqa qarab ketaverasiz. Hamma yerlar Qulpinoy. Oldin chet elga eksport qilinmas edi. Hozirgi kunga kelib mana Qulpinoygacha eksport qilinyapti. Rossiya boshqa qo'shni davlatlarga ketyapti. Bitta mana mollar ham turibdi. O'zimizni mana Jaydar ekan, nariga Shved ekan. Bu ham Jaydar ekan. Eksportlar yo'llari ochilib, mana Qulpinoy biznesi ham rivojlanib ketdi desa bo'laveradi. Bu yerda hozir terib bo'lishibdi agar adashmasam. Ana Qulpinoylar. Uzilib ham ketibdi. Bu qanaqa sortligini Kobra ekan. Pishgan uzishyapti. Hozir borib dehqon ham o'zimizni o'rtog'imiz bir qator ma'lumotlarini tanishtirib, qanaqa biznes bu, qancha daromad qilsa bo'ladi, qancha joydan qancha daromad qilsa bo'ladi ma'lumotini olib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Undan tashqari biz o'zimizni Farg'ona viloyati Quva tumanida shunaqa dehqonlar hammasi Qulpinoylarni terib, erta pishar mevalarni terib, keyin bitta bozor bor. Shu bozorga olib borib, hamma dehqon o'sha yerda sotadi. O'sha bozorga ham borib, aytda erta pishar o'riklar, hozir bahor giloslar, har xil shunaqa mevalar olib chiqiladigan joy bor. O'sha yerga borib sizlarga o'sha bozorda ham ko'rsatishga harakat qiladi. Mana makki Qulpinoylar turishini qarang. Bu menimcha bir kimgadir zakazga terib qo'yilibdi shekilli. Mana bir tatib ko'ramiz endi. Bismillah. Mana upakovka jarayoniga. Foyda qilmasa qo'ymaydi. Mana u nima degan Qulpinoy Qodir tog'a mana u? Kobra. Kobrami bu ham? Kobraning ikkinchi sortimi bu? Bu bular to'ychi, bo'ychilar oladi. Bular mo'larni bitta tarakiga qo'ysangiz, 3 ta sig'adi xolos. 2 ta sig'adi bitta tarakasiga. Bu hali bozorbob endi bular, hali oldi sorti. Mana shu 4 5 ta yashida bor. To'y boblar. Bu qaysi bozorga ketadi endi? Marg'ilon City. Mana Qulpinoyni qarang, o'g'lim. Bunaqadan ikkita ham sig'maydi bunaqasidan. Umuman Alloh barakasini bersin. Zo'robda Qulpinoy. Qancha joyga ekansiz Kobrani? Kobra 30 sotik. Kobra 30 sotik. Mani Qulpinoy nima dedingiz? Zabela. Mazasiga men tan berdim ama buni. Yomon shirin ekan. U hali o'zimizni oldingi kichkina Qulpinoylar bo'lardi. U nima degan edi? U Dilbarim. Dilbarim. Hammasi ayollar otiga qo'yilgan ekanda Qulpinoylar. Erkakning otiga qo'yilgani yo'q. Yo'q. Kobra u ham ayollarning vazidan chiqqan u ham. Qulpinoylar zo'r, xudo xolasa.
Ne, hozir bir kunda uzganingiz mana shumi yo ikkinchi reysmi bu? Ya bir kun uzgan. Bir reys. Ha, o bu mayda ishda. Ha, necha kunda bir uzasiz buni? 30 so'm. Ertagana. Yo'q. Ertaga bu teva tomon uziladi. Hozir past uzildi xolos. O'ta ag'ini. O shoqaroqdan tevasi ertaga tomon uziladi. Qanaqa bo'lyapti mehnati? Mehnati mayda ish deyapti, mayda ish. Mehnati lekin bizcha uzoqroq bo'ladi. 9 oy, 10 oy. Mo'noy. Vaqt Bu tushadi bu. terilganiga nima deyapti o'rta mog'ani sifatiga? Ha. Buni oilaviy biznes desa bo'ladi. Qilsa bo'ladimi boshqa? Necha kilo uzdingiz hozir endi? Tadbirkorlar ham. Hozir endi bitta 35 ta yoshi, 40 ta yoshi bor-da bog'ida. Necha kilodan chiqadi? Mular hozir 5 tasi 23-24 kilo kelyapti. Buni optim tashab kelasiz. Hozir bozorga o'pdim beraman. Maydalab sotsangiz, u yaxshi sotsangiz kerak. Endi maydala sotgan qo'lingiz. Buni kim teradi maydalab sotsanni? Mana buni katta qila olasanmi deydi-yu. Ana uni oling. Ha. Sifat. Mana shuni qop-qorasi ham chiqibdi, boshqacha bir. Ha. Mana qulpinolar vashshayda buni. Dahshat o'rtoqmi. Zo'r. Bu ham qora shahzoda. Ha, hozir u dehqonni o'zidan sekin ma'lumotini olamiz. Mana terilgan mahsulot. Hozir Hammasi Izabella eganda bularda mana. Endi pasi terilgan haqiqatdan. Ha, hozir yeymiz endi. O'zi qulpinoyda yerni ichidan kirib yesangiz, yesangiz yarim kilo yesangiz, o'zi shuni og'zingizdan suvingiz oqizib yuboradi-yu. Yangi poliyamizga Izabella ekilgan tarafiga o'tdi. Izabella-da buni sorti, Izabella. Mana 3-4 ta tekinxo'rlardan ham o'zimiz birga olib keldik. Ha, o'rtoqlarimiz mana bunaqa holatda bo'ladi. Oma mazasiga vashe maza qilib yuboradigan, xudo xolasa. Mana bolalar ham yarayapti bu yerda. Qalay bu? Bu qancha joyga ekkansan, Muslim bu yerda? Bu ot ko'p, 10 sotiy joyga ekilgan. 10 sotiy, mana shu yerda 10 sotiy. Necha marta uziladi bu boshidan boshlab ashi tugaguncha? Mening malkasi bir 15 marta uziladi. 15 marta uziladi. 15 marta uziladi. Yiliga ko'chati yangi ekiladimi? Yangi ekiladi ko'chati mana anular mana ko'cha nima mevasi masala 15 marta pishadi mana. Hali yana endi nima bor ekanda boshlanibdi desa ham bo'laveradi. Boshlandi mana. Ha, batta uje Husanboy sidirib o'tib ketdi uje menimcha. Ha, kamban. Sestirib orqa Ko'rsatgani ham qolmab, po'chag'i ham qolmabdi Husanboy. Bu o'zimizning sinfdoshimiz. Yomon. Nafs ochidan desa ham bo'laveradi. O'zingiz birga o'rtoqlar bilan aynan keldingda masalaga. Ha, terib olingan biz endi etar achalarimiz o'dik. O sifati ama shot tutga o'xshar ekan, mazasi ham shot tutdi mazasini beraverar ekan. Mazasiga gap yo'q. Ustim buni da ulashda ham o'rganish kerak, quritishda. Bu mana ko'chat hozir 1 yildan keyin yana olib tashalarmi? Ya bu 2 yillik bilaman. 2 yillik. O'zi Yangi u nariyoqqa. afzali qanaqa? 1 yiliga olib tashash kerak. Afzali yiliga olib tashash kerak. mana Ko'vra u. Bu ko'bra aralashib qolibdi. Tikishda Havomiz ham mana bugunga kelib, sal salqin bo'lib, ashaq taraflardan yomg'ir ham kelyapti. Yaxshi biznesmi, nima maslahat berasan? Usta bo'ladi. Daromadi Yana bitta nima? O'zinasi zo'r mana, ana. mana bunday olib tersa, Ha. bu gulligini mana. Ana. Mana. 10 sotidan mana shu bitta sezonda qancha daromad qilsa bo'ladi? Taxminan endi hali hech kim to'shni topolmaydi, bo'ladi, bo'lmaydi. 15 marta 1 milliondan o'zganda 15 million. 15 million bor. Ne qancha qanaqa bo'ladi? sarifchi? Sarifi 5 millionga bormaydi. 10 million bor. Bitta bo'zaycha bor xullas. Ha, bitta bo'zaycha bor. Bo'laveradi, zo'r. 50 million degan. Ko'brachi, ko'bra. Ko'bra ham. Bu bolani aptini qara. Ko'bra ham mana shunaqami yo uni daromadi kuchliroqmi? U daromadi hosildorligi zo'ru. Daromadi yaxshi. Bundan ko'ra yaxshiroqmi? Ya, bu eng zo'ri mana. Hozirgi kunda meni qulpinoy necha pul mana shu? Bular 35 million. 35 ming. Narigi ko'brachi. Ko'bra 18. Ha, ko'bra arzonroq. Ammo uni vesi berishi yaxshi-da uni. Tonda ko'p beradi. Bitta uzganda 10 sotidan 100 kilo bersa, hozir 200 kilo, 250 kilo uzilyapti. Ha, qaysi biri ertaroq pishadi?
Mana Isabel Charlie bor, o'ta Charlie ertaraf shu. Charlie hali sal bemazarog'mi? Yo, shirini u ya. Ha, Yerlayni ana. Ha. Charlie shirini yegan. Ha. Shu zo'r shirin. Keng dala, bepayon dala, qishloq mazza dedi-yu. Ammo bola haldan beri Qulpinoyda olib kelib ko'rsatyapti. Ha, xudo xolasa mana shunaqa endi buni hali mukammal birdan 0 gacha tushuntirsak, hali agar o'tiga makka ekib qo'ygan ham shatta buzib tashlab Qulpinoy ekib qo'ymasin. Buni bilgan mutaxassis shug'ullangani yaxshi. Hali qo'lidan kelmaydigan dangasalarni ishi bo'lsa, mayda ishda bu ham endi. Erta bahordan o'zi harakat qilish kerak bu yerda ham. Bo'lmasa bunaqa qilib dehqonchilik qilish ham oson bo'ladi. Harakat qilib boshlash. Ha, o'zi ashundan boshlab Shundan kun sanasi. yaxshi mehnat qilish kerak endi. Hamma narsada ham o'zi mehnat qilish kerak-ku. Bunda kerak qaysi oyda ekiladi haqiqatda? Avgust oyida ekiladi. Avgust oyi. Ko'chat ekiladi, mana shu yerda bormi? Bunda yo mashnaqada, mashnaqa ko'chatda. Aslida hozir qana ko'chat olinadi o'zidan. Mana unda mani ko'chatlar, mana shu ko'chat to'lib o'tiradi mana. Tomir otadi. Tomir otadi, uni o'tiradi. Degandagi mana shu Uzib olib turib, qiyib, loyi bilan ko'chirib olib, ovorib ko'chirib qo'yadi. Qaysi oyda? Avgust oyida. Avgust oyida ham boshladi. Ha, avgust boshlarida eksa bo'laveradi. Ertaki bo'ladi. Vaqt erta kunda pishadi. Bo'ldi. Mashina 10 kilosi optim narxi nechi pul? 35 ming ekan. 35 ming so'm. Ha, 35 ming. Bunga ximikat, pemikat sepilmaydi. Yo'q, himiga sepilmaydi. Shunda o'zi bo'ladi. Suv Yo, to'g'ri yaxshi. dori beriladi. Mana bitta simdoshimiz, o'ta bitta simdoshimiz. Nima kech payt yotganingizda, uxlayotganingizda og'zingizdan suv oqib ketmasin? Osmonga qarab yoting. Ha. Mana xudo xolasa ma'lumotlarni iloji boricha berdik. Buni to'liq ma'lumotini beramiz desak, videomiz 2 soat 3 soatli bo'lib ketadi. Kommentariyada Qulpinoy bilan shug'ullanadiganlar o'zlaring bunday qilsa bo'ladi, bunday qilsa bo'ladi deb maslahatlaringizni, takliflaringizni yozib ketinglar. Biz endi bozoriga borib ko'rsatamiz xudo xolasa. Qulpinoy shunaqa mevalarni optim bozori bor, shu joyga borib aytdan iloji boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana hurmatli obunachilar, Quva tumani Shreder qishlog'idamiz. Sizlarga aytgan bozorimiz mashet bo'ladi. Mana Qulpinoylar sotilyapti. Qulpinoylar necha puldan bo'lyapti? 30 ming kami bor. Qulpinoy qancha bo'lyapti? 30 ming. Nima degan Qulpinoy bu? Qirolicha. Qirolichasidan ekan. Shot tutlargacha kelibdi-yu. Shot tut necha pul ekan? 15 ming so'mdan. Qolagan mevalardan bor. Mana gilos. Bu qanaqa gilos ekan bu? Bahor ekan. Bahorga mana vishi sortidan ekanda. Gilos deysizmi, Qulpinoyda qolagan turlaridan bor. Nima bor ekan? Yashiydi. Ha, bu optim chiqqanlar, mana pomidorlardan tortib. Ana sillig'o'rimi? Sillig'o'rilar ham chiqibdi, oqo'ri. O'ri necha pul olyapti endi? 70 ming so'mdan. Hozirda so'siz erib ketadigan o'rilar xudo xolasa. O'na. Dehqonlar mana olib chiqib mashinasi bilan bemalol otirgan mashta sotaveradi. Qaynayapti bozor desa ham bo'laveradi. Farg'ona viloyati Quva tumani Shreder qishlog'i. Hamma dehqonlar mana mashta. Bemalol kelaverasizlar. Dehqonlar ham gilos olyapti. Dehqondan gilos olyapti. Dehqondan mana gilos olyapti. Bu ham bahor bu gilos ham. Bo'stonmi? Nomi Shreder Bo'ston MF. Ha. Bozorlarga, misol mashetlardan kelib olib ketib, Haqiqiy olib dehqon. ketib bemalol Nech pul deyapsiz? foydalansa bo'laveradi. Ana deysiz. 35 ming so'm kami bor ekan. Hammani taklif qilib qolamiz. Bemalol mana kelaverasizlar. Kommentariyada bilganlar bu yerda yozib ketinglar o'zingiz o'g'laring. Sizlarga manfaatli bo'lsin deb chetlarga kelib video qildik.